Xo'sh, 10-misolda A-sini qiymatini 29 bergan. A, B 2x plus 1, B D 2x plus 3, D esa x berilgan. Demak, uchalasining yig'indisi 29 ga teng bo'lishi kerak. X plusdan 1 plusdan x plusdan 3 plusdan x teng 29 bo'ladi. Bitta 5x plusdan 4 teng bo'ladi 29 ga. 5x qiymati 25 ga teng bo'ladi. X teng bo'lardi 5 ga. Xo'sh, bunisi ham shunga o'xshagan ekan. Buni ham shunaqa qilamiz. Bu ham 5x plusdan 4 bo'ladi. Teng bo'ladi 24 ga. 5x teng bo'ladi 20 ga. X teng bo'ladi 4 ga. Xo'sh, bunisida A, B, C B ga nisbati, A, D ni D ga nisbati Q1 nisbatda ekan. A, B 45 ga C, D ni qiymatini toping deyapti. Xo'sh, mana shu yerda x bo'lsang teng 28. Xo'sh. A, B ni qiymatini 30 degan bo'lsa 30. A, G ni qiymatini 15. Demak, G, B 15 bo'ladi bu ham. Y, B 20, Y, B 20. Demak, mayt 5 ekan. Bo'ldi, topib qo'yibmiz. DJ ni qiymati 5 ga teng. Bunisida ham A, B ni qiymati 30 degan. Bu 20 met bilan A, Y bilan A, G bilan G, B teng bo'lib qolyapti shunda. D, Y shat so'ragan bo'lsa pashta bir xil met qiymatini 5 desak, met qiymati shu bo'lim betan 5 o'tqanan. Yigirma 10 qoladi. 5 qolibdi. Xo'sh, bunda AOSini AOS burchak so'ragan ekan. 30 ga 20 qo'shsak 50 gradus. 50 gradusga burchak bo'ladi. Xo'sh, bunisida AOS 57.
A O'si 57, B O'si 25, B O'si 25. A O B'ni toping degan. Bitta 57dan ayiramiz 25 ni. Teng bo'ladi 32 ga. O'lchov qiymati 32 ekan. Xo'sh, bunisida AO'si 63, AO'si 63. Xo'sh, bitta 2x plusdan x teng 63 ga deymiz. 3x teng 63 ga x teng 21 ga. X qiymati 21 ga teng ekan. Bu misolda AO'si 110 ga teng. X qiymatini so'rayapti. AO'si 110 bo'lsa, x plus x plus 20 teng 110. 2x teng 90 ga. X qiymati 45 ga. Xo'sh, bu misolda AO'si 120 berilgan, BO'sining qiymatini so'rayapti. Birinchi o'rinda x qiymatini topib olishimiz kerak. Birinchi o'rinda x teng so'roq qilamiz. Shu x topish uchun x minusdan 10 plusdan x plusdan 20 teng 120 ga. Bitta 2x teng 110 ga bo'ladi. X qiymati 55 bo'ladi. Keyingi misolda BO'si 50. AO B'ni toping deyapti. BO'si 50, AO B bu 180. Yoyiq o'lchov bo'lgani uchun 180 bo'ladi. bo'lgan uchun metr 130 bo'lib qoladi. Buni shunaqa x so'rayapti. 3x teng 180 bo'lsa, x qiymati 60 bo'ladi. X qiymati 60. Bunisida yana x so'rayapti, 180. X plusdan 20 plusdan x plusdan 10 teng bo'ladi 180 ga. 2x plusdan 30 teng bo'ladi 180 ga. 2x qiymati 150 ga teng bo'lsa, x qiymati 75 bo'ladi. Xo'sh, keyingi misol. X qiymatini toping degan. 4x, 3x, 2x. Qo'shadigan bo'lsak, 4x ga 3x 7x, 7x 2x qo'shsak 9x. 9x teng bo'ladi 180 ga. X teng 20 ga. Xo'sh. Bitta birinchi o'rinda mana shu ikkalasini olamiz. Xo'sh, 5 alfa
teng bo'ladi 4 betdagi